Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. 5 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 5-etajda mana liftlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. 9 etajga serskiy domli liftlar almashtirilgan endi. Bu tarafga kirganimizda bilasizlar, liftovoy taraf qo'shilgan bo'ladi. Bu taraf ko'pchilik xohlasa bitta xona qilib yuboradi yoki hojatxona qilib qo'yadi. Kladovka qilib qo'yadiganlar ham bor. Endi didiga qarab, byudjetiga qarab ko'pchilik o'zi xohlagandek qilib oladi. Bilaman, klientlarimiz orasida bez remont uy qidirib yurganlar bo'ladi. Bez remont bo'lsa, o'zim remont qilaveraman. Ertaga mazza qilib yashagan o'zim vkusimdagi remont bo'ladi deydiganlar uchun aynan mana shu variantimiz to'g'ri keladi. 5 xonali kvartirasi bor odamlar uncha-munchaga uyini sotmaydi do'stlar, uchastkaga almashtirmaydi. Bu uyimizni nima uchun даже uchastkalarni ham hozir kvadrati 90-94 bo'lyapti. Lekin bu uyimizni umumiy maydoni dokumentalni 120 kvadrat, realda kelsanglar 135-140 kvadratga boradi. Bir boshdan tanishtirib o'taman. Asosiy qurilish eshigimizni, kladovkani xohlasanglar mana bitta ochib yuborib, mana bitta eshik qo'yib, bu tarafga bitta nimadir qilib olsanglar bo'ladi. O'z boshimchalik bilan egirib olingan joy bo'ladi. Endi nechta nimalarni ko'rganman, domlarda hech kim kelib turib pretenziya qilmagan. Xo'p, bu tarafimizga esa kattagina zalimiz do'stlar. Xohlasanglar mana bu arkani ochib yuborib turib kengina qilib olsanglar bo'ladi. Uyimizda mana shu ko'rib turgan mana shu zalimizdagi hamma narsa qolar ekan. Mana shu narsalar SSRskiy yaxshi holatda turibdi, baribir sifatli narsani ancha muddat ishlatsa bo'ladi deyishgan, xuddi shunaqa narsalar. Mana bu tarafda ham zo'r endi idish tovoqlar, ayollar tushunadi bu narsaga, men bilmayman. Idish tovoqlarigacha qoladi deyishdi. Mana shu ko'rib turgan stenkalar, xohlasanglar olib chiqib tashlaysizlar, xohlasanglar kelajakda foydalansanglar ham sal o't-bo'tini qimmat narsalar baribir yaxshi-da, uncha-munchaga ishlatsa bo'ladi. Oshxonamizga o'tamiz. Oshxonamiz uyimizni balkoni 2 ga 9 bo'ladi do'stlar. Xohlasanglar balkonni bo'lib olasizlar, bu tarafga yana bitta xona qilsanglar bo'ladi. Qivolyapti odamlar. Ko'pchilik aytadi, nima kerak, unaqa qivolish, u yoq bu yoq deyshadi. Odamlar qilyapti mana shunaqa. Oshxonani balkonga ko'chiryapti-da, balkon joyini ham bitta o'tiradigan qanaqadir ideya qilib yuboryapti. Mana bu derazalarni ochib yuboryapti. Qilyapti odamlar. Agar o'ziga uy kengroq, kengaytirishga harakat qilsa. Xo'p, bu tarafimiz bitta alohida hojatxonasi. Endi esa bu tarafga o'tamiz. Bitta bolalar xonasi. Bu taraf esa bitta родительский spalni. Endi родительский bo'lgan bilan hozir bolalar xonasi bo'lib turibdi. Xo'p, sanuzelimiz umumiy. Bu tarafda yana bitta kichkina zal bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Kichkina zal. Kirganda katta prixoshka. Xo'p, lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Uyimiz Sergeli 8 da joylashgan. Sergeli meros to'yxonasini ko'pchilik bilsa kerak. O'shani ro'parasidagi domlar hisoblanadi. 3-bekat metrosiga yaqin, Sergeli mashina bozor, dehqon bozoriga yaqin, liboy joyga yaqin. Zo'r uyimiz. Lokatsiyasi вообще горячий. Sergelini sentr deb bemalol ayta olamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $95,000. Katta kvadraturada, katta oila bilan, katta kvartirada maza qilib bemalol ancha yashasanglar bo'ladi. Mana hali nimalari ham chotki turibdi mana. Chugunlari ham zo'r. Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Yana shunga o'xshagan variantlar chiqsin desanglar, kommentga yozib qoldiringlar. Nechta xona kerak, qanaqa kerak? SSRskiy domlar baquvvat bo'ladi bilasizlar. Zo'r lekin endi remont qilish kerak, tamom. Bez remontligi uchun hozircha paka shunaqa. Ato buni bu xuddi shu uyda remont qilingan variantini ham sotganmiz. Anchagina qimmatga ketgan do'stlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib kuzatib turishni esdan chiqarmanglar. Obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Rahmat hammaga.